Assalomu alaykum aziz obunachilarim, sog' salomatmisizlar? Asl uy-joy jamoasi sizlarga chiroyli hududlardan fayzli xonadonlarda obzorini ko'rsatishda davom etamiz. Hurmatli obunachilarim, Sergey Azbek va uning jamoasining bugungi manzili Farg'ona shahar Vatniy hududi Platniy poliklinikaning ro'parasi Kosa-Somsa yaqinida 5-maktabning oldi makro magazini va san'at saroyi yaqinida joylashgan 4 qavatli kirpichli FMPZ domda do'stlar 4-qavatdan 3 xona do'stlar e'tibor beramiz. 4 xona qilingan 6 metr verandaga ega bo'lgan 80 kvadrat metrdan iborat bo'lgan kvartiramiz zudlik bilan sotuvga chiqyapti. Shu edi sizlarga qo'ldan kelgancha obzor qilib beray, yoqsa like tugmasini bosib qo'yishingiz chiqmasin. Uyga maktab, bog'cha, magazin, apteka, poliklinika, bekatlar, ovqatlanish zonalari yaqin. Xiyobonlar deysizmi? Farg'ona shaharida sentriga bir qadamli yo'l. Hudud zo'r, lokatsiyasi zo'r. Eng asosiysi kommunikatsiya tizimidan muammosi yo'q. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya juda ham zo'r bu hududda. Shu joyda sizlar bilan birgalikda obzorini ko'rib chiqaylik, yoqsa aytib o'tgandek like deb bosib qo'ying. Xo'p, podest qismlarini ko'rib turibsizlar, toza, pokiza, yorug' holatda. Kirish qismi eshigi. Bismillahirrohmanirrohim deb uyimizga kiramiz. Kirganimizda bizni proxod, hol qismi kutib turibdi. Holati, planirovkasi juda ham chiroyli shaklga keltirib qo'yilgan. Kirish qismi proxod, hol do'stlar. Xo'p, kirganimizda o'ng qo'l tomonda birinchi xona, xohishga qarab bolalar xonasi qilib qo'ysangiz bo'ladi. Devorlari bo'y bo'lgan. Uyimiz 100% isitish tizimiga ega, duh konturli atapleniyasi bor. Kadastr hujjatlari notariusga tayyor. Uyimizning narxi $39,000 baho so'ralyapti. Albatta, o'tib beradigan joyi bor. Bemalol mana pastga uy egalari telefon raqamlarini qo'yib qo'yapman. Bog'lanib gaplashib savdolashishingiz mumkin. Bu xona avval oshxona bo'lgan, hozirgi kunda 4-xona sifatida ishlatib kelishyapti ekan. Shu xona bilan 6 metrli verandamizni pollari do'stlar 100% kafilam qilib qo'yilgan ekan. Qarang, bahoni o'zlaringiz berasizlar. Uyimizni 1 dan 5 son bo'yicha baholab qo'yishni esdan chiqarmang. 6 metr verandagi uyimizning eng shirin joyi oshxona chiqqan do'stlar. Ko'rishingiz mumkin, kattagina, kengina holatda romlarimiz akva plus qilingan. Qalay, uy yoqyaptimi sizga? Yoqayotgan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Shu 6 metr verandani o'zini kichkinagina kladovka qismi bor do'stlar. Kartoshka, piyoz, shunga o'xshagan narsalar saqlagani. Bu tomonda mana duh konturni atapleniyani ham joylab qo'yishgan ekan. Uy egalari jonlari sog' bo'lsin. Bu yerdan chiqamiz, keyingi xonalarga o'tamiz. Keyingi xonalarimiz undan-da zo'r do'stlar. Videoni oxirigacha shoshilmasdan ko'ring, sababi ushbu video aniq sizga manfaatli bo'ladi. Bu uylarda hojatxonasi alohida, sanuzil alohida. Bu hojatxona aristonlarimiz bor. Bu tomonda unitazlar qo'yib qo'yilgan, devorlar, yerlar 100% kafil qilingan. Bu endi sanuzil qismi, devorlari kafil qilingan, vannalarimiz bor, rakvinalarimiz bor. Ichki eshiklari MDF eshiklar o'rnatilgan. Bu xona do'stlar kattalar yotoqxonasi, buni ham abo'ylari o'zgacha. Ko'rib, bahoni o'zlaringiz berib turaverasizlar. Men qo'limdan kelganicha obzor qilyapman. Xatolari, nuqsonlari bo'layotgan bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar. Video yoqayotgan bo'lsa, albatta like deb bosib qo'ying, sababi biz qo'yib borayotgan xonadonlarda o'tkazib yubormaslik uchun. Undan tashqari kanalga obuna bo'lib qo'yish ham esdan chiqmasin. Va oxirgi xonamiz bu uyimizda mehmonxona qismi do'stlar. Mana holatini ko'ring. Mehmonxonamiz o'zini alohida balkonchiga ham bor ekan do'stlar. Uyimiz juda ham zo'r lokatsiyada joylashgan. Manzil Farg'ona shahar Vatniy hududi Platniy poliklinikaning shundoqqina ro'parasida joylashgan 4 qavatda, 4-qavatdan 3 xona 4 xona qilingan 6 metr verandasi bor. 80 kvadrat metrdan iborat 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Narxi 39,000. Ko'ringlar, yoqsa bemalol xarid qilasizlar. Bu endi uyimizning tashqari tomondagi tashqi fasad qismi. Sizlar bilan Sergey Azbek uning jamoasi bo'ldi. Keyingi yangi videogacha xayr, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.